Assalomu alaykum, hurmatli Isparon ahli, hurmatli bizni olis va yaqinni kuzatayotgan obunachilar. Men bir juda muhim bir video murojaat bilan chiqyapman hozir. Bizlar ko'pchilikda xabari bor. Hamqishlog'imiz Osiyev Xo'ja akamizni xonadoniga og'ir bir sinovli kunlar kelgan. Og'ir bir sinovli kunlarni boshdan kechiryapti. Avvalo bunaqa sinovlar, bunaqa og'ir bir sinovlar hech kimning boshiga tushmasin. Bizlar shunday ulug' muborak oylarda turibmiz, Ramazon oylarida duolar ijobat bo'ladigan, duolar qabul bo'ladigan, ibodatlar qabul bo'ladigan oyda turibmiz inshaalloh robbil alamin. Bizlar shu akamizni ikkita nabiralari hozir bemor. Bittasi 3-4 yildan beri to'shakka mixlanib qolgan, kislorod bilan hayot kechiryapti. Yana bittasi oyoq qismi kuyib qolgan ekan. Shu suv ajratib suyakka borib yetibdi, suyak yemirilish xavfi bor ekan. Shunga azizlar, mana shu Ramazon oylarida turibmiz. Sadaqai fitr, zakot yoki ehsoningiz bo'lsa, shu xonadonga ozgina mehr muruvvatingizni bersangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Men mana shu xonadon egalarining karta raqamlari, telefon raqamlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilib, nima kam ko'sti bo'lsa yoki bir nima kamchilik bo'lsa telefon qilib bog'lanishlari mumkin. Azizlar, shu saxovat peshi insonlar, sizlar bilan ancha ishlarni bitirdik. Bundan buyog'iga ham Xudo xolisa ancha ishlarni bitiramiz. Sizlardan umidimiz katta. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, boringlarga shukr, kam bo'lmanglar. İlacımız yok. Dağlarda o borç gücümüz yetmiyor. Şaroitimiz kurtarma yaptı.